lock at the rear. Take a look. O'zbekiston harbiy xizmatchilari xalqaro maydonda yana bir bor o'z kuchini namoyish etishdi. AQSh Milliy gvardiyasining maxsus bo'linmalari bilan o'tkazilgan nufuzli musobaqada bizning yigitlar harbiy tayyorgarlikning barcha bosqichlarida rekordlarni yangilashdi va maxsus sovrinni qo'lga kiritishdi. Bu nafaqat alohida bir g'alaba, balki mamlakatimiz mudofaa tizimidagi islohotlarning amaliy samarasi hamdir. Assalomu alaykum yigitlar. Sizlarni mana shunday bir quvonchli, faxrli yutuqlarga ega bo'lib, mana shunday katta musobaqada yaxshi o'rinlarni olib kelganingizdan juda ham xursandmiz. O'zbekiston xalqi nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Avvalambor O'zbekiston xalqi uchun juda ham katta faxr bu narsa. Biz bemalol qo'rqmasdan tinchligimizni mana shunday posbonlarimiz saqlab yuribdi deb ko'krak kerib xursand bo'lib yursak bo'laveradi. O'zi har doim shunday bo'lgan. Avvalambor tabriklaymiz bu yutuq bilan sizlarni. Rahmat. Xo'p, qanday bo'ldi? Umuman ushbu musobaqada siz uchun eng qiyin sinov qaysi biri bo'ldi va uni qanday yengdingiz? Avvalambor assalomu alaykum. Albatta niyatimiz bor edi. Shu musobaqada faxrli birinchi o'rinni olib, o'zbek xalqiga, prezidentimizga, qo'mondonligimizga shu g'alabani Navro'z ayyomi arafasida sovg'a qilish. O'ylaymanki, bu maqsadimizga erishdik. Eng qiyin sinov qaysi bo'ldi o'sha? Eng qiyin sinov men uchun 20 kilometr masofaga 15 kilo yuk bilan yugurishda ozroq qiynaldim. Sababi bu yerlarda ham yugurganman, lekin u yerda havosi, o'sha tabiati moslashishi juda qiyin bo'ldi. Tepalik pastliklariga moslashish qiyin bo'ldi. Lekin shunga qaramasdan albatta hamkasblarim Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari Shohruh va Alishohlar qo'llab-quvvatlab turdi har doim. Dalda bo'ldi, bir-birimizga dalda bo'lib 20 kilometr masofani bosib o'tdik. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu musobaqa jarayonida eng qiyin kechgan shartlardan bu Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zlarining qurollarini shunday sharti bor edi. Qurollarni yig'ib sochish, keyin ulardan amaliy o'q otish mashqlari bo'lishi kerak edi. Biz u qurollarda O'zbekistonda deyarli qurollar yo'q. Biz borib musobaqadan 2 kun oldin shu qurollarni 2 soat vaqt berilgandi. O'sha qurollarni o'rganib olishga. Biz shu qisqa muddat davomida shu qurollarni o'rgandik. Iloji boricha videolar olib, o'z syomkalar qilib, qurollarni o'rganib, o'zlarini shu harbiy xizmatchilar bajarayotgan vaqtlardan bizni bolalar o'zimiz bajarib, rekord natijasini qayd etdik. Sizda qanday bo'ldi? Men uchun qiyin shartlardan biri bu tunda azimut bo'yicha harakatlanish bo'ldi. Chunki bizda bu yerda ham harakatlanganimiz u yoqda foyda berdi, qo'l keldi. Tayyorgarligimiz yaxshi bo'ldi, ammo lekin shunga qaramasdan bir qator qiyinchiliklarga duch keldik. Qalin o'rmon, bizga notanish joy, notanish odamlar, musobaqa ishtirokchilari, notanish hamma begona joy bo'lgani uchun ozgina qiyinchilik tug'dirdi, ammo lekin bu qiyinchiliklarni yengib o'tib, yaxshi natijaga ko'rsatishga muvaffaq bo'ldik. Yaxshi. Kutilmagan bir syurpriz topshiriqlar ham bo'lgan deb eshitdik. Qaysi topshiriqlar bo'ldi o'sha? Surpriz mashqi bor edi. 20 kilometr marshdan keyin bo'layotgan surpriz mashqini bilardik bo'lishini. Tayyorgarlik ko'rgandik, ammo qanaqa bo'lishini bilmasdik. Bir vaqtning o'zida bizga yetkazishdi, shartlar bilan tanishtirdi, qanaqa bo'lishini o'rgatdi, o'zi mutaxassislari bor edi, o'shalar o'rgatib, bu surpriz mashqda ham yaxshi natijalar ko'rsatishga muvaffaq bo'ldik. Rekord natijalar qayd etdik. Vahima bosdimi biroz? Vahima bosdi boshlanishida, ammo o'zimizga kelib olib, bosib olib, yaxshi harakat qilib, yaxshi natijaga erishdik. Menda ham o'zi to'g'risini aytsam, mashqlar bu yerda bajarganmiz, lekin o'tgan yilgi, oldingi yilgi shu mashqlar bajargandik.
2 oy mobaynida shu shug'ullangan bo'lsak, o'shalarda o'sha eski yilda nimalar syurpriz mashqlar bajargandik. Lekin u yoqqa borganimizda syurpriz haqiqatdan ham 20 kilometrdan keyin charchab, holslanib kelganimizda shu suv ichib olib 15 minut vaqt berganda syurpriz mashqini shunday e'lon qildi. Tushuntiryapti, qanday bajarar ekanmiz, yo qanday bo'lar ekan, bajara olamizmi, yo bu mashqni bo'ladimi, bu chiroyli bajara olamizmi, yaxshi natija ko'rsatamizmi degan ichimda to'g'risi vahima bo'lgandi boshida. Keyin o'zimni bosib olib, orqamda O'zbekiston, ota-onam, hammasi duo qilib, ham yurtboshimiz muhim katta yukni olib borganimizni his qilib, o'zimizni bosib olib, yaxshi natijalar ko'rsatib, rekord qo'ydik unga. Harbiy xizmatchilarimiz tanlab olingan eng kuchli harbiylar bilan yelkama-yelka kurashib, murakkab sinovlardan o'tishdi. Jismoniy va ruhiy bardoshlilikni talab qiladigan ushbu musobaqada ular yakka tartibda ham, jamoaviy bahslarda ham o'z ustunligini isbotladi. Ular 20 kilometrli marsh yugurish, tunda yo'nalishni aniqlash, jangovar va umumiy tayyorgarlik sinovlarida ajoyib natijalarni qayd etib, hatto musobaqa rekordlarini yangilashga muvaffaq bo'lishdi. Ushbu yutuq vatan himoyachilarining professional tayyorgarligi va qat'iyatining natijasidir. Biz uchun ham bu yutuq juda katta bir g'alaba, juda katta bir yutuq bu. Hali ham o'zim xursandchilikdan o'zimga kela olmayapman, chunki Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari ilk bor ushbu nufuzli musobaqada ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritib keldi va o'sha nafaqat birinchi o'rinni qo'lga kiritdi, balki ma'lum bir jabhalarda rekord natijalarni ham qayd etishdi. Tayyorgarlik jarayoniga keladigan bo'lsak, biz mana 2-3 yildan beri shu xalqaro musobaqalarda ishtirok etishni boshladik. Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari va ularning o'sha tayyorgarligini bosqichma-bosqich amalga oshirishni boshladik. Xuddi shu musobaqaga ham bosqichma-bosqich tayyorgarlikni amalga oshirdik. Avvalambor shu hududlarda, xuddi shu musobaqa shartlariga yaqin shartlarda harbiy xizmatchilar o'rtasida shu musobaqalar o'tkazib, ularning o'sha jismoniy, aqliy sifatlarini e'tiborga olgan holda saralab oldik va saralashdan so'ng o'sha tayyorgarlik jarayonlarini boshlab oldik. Bu musobaqa nafaqat kuch, balki o'sha aqliy jihatdan ham inobatga olish kerak, chunki testlar, insho bor va shunga o'xshagan o'sha nazariy bilimlarga asoslangan shartlari ham bor. Musobaqa shartlariga to'xtaladigan bo'lsak, umumiy qilib aytaman, otish tayyorgarligi harbiylar uchun asosiy fanlardan biri. Ya'ni o'sha qurollarni sochish, yig'ish shartlari bor. Jismoniy tayyorgarlik juda bu harbiy musobaqada ishtirokchisidan juda katta mashaqqatli va jismoniy kuchni talab etadigan shartlar juda ko'p. Xususan aytib o'tadigan bo'lsam, qisqa mana 2-3 kunlik musobaqaning ichida yugurish mashqlari, 3 xil distansiyadagi mashqlar bor, masofadagi. Ya'ni 3 kilometr, 15 kilometr, 20 kilometr orientirованиya bor. Unda ham o'sha vaqtlar belgilangan. Yaxshi syurpriz shartida qo'yilgan jismoniy mashqlarda o'sha Amerikaning harbiy xizmatchilaridan ham katta yuqori natijalarni bizning harbiy xizmatchilar ko'rsatib bergan. Bu ham albatta bizlarni xursand qiladi. Chet el harbiylari bilan musobaqada qatnashib, qanday taassurotlar uyg'ondi sizlarda? Umuman tajribangizdan qanday xulosa chiqardingiz? To'g'ri, Qo'shma Shtatlarda armiyasi biz bilan ancha farq qiladi. Ularda qurollari bo'yicha, texnikalari bo'yicha, sharoitlari bo'yicha ancha bizdan farq qiladi. Shu ayniqsa qurollari bo'yicha o'zi o'sha eng qiyin bo'lgan mashqlardan gapirsam, o'sha ularning me'yorlari bilan bizlarning me'yor ancha ko'p farq qilar ekan. Biz chunki bir kunda shu qurollarni o'rganib, 2 soatda ertasi kun shunday musobaqa jarayonida rekord qo'yganimizda ular hayron qolyapti. Qanday bunday natijaga erishyapsizlar, deyapti. Chet el armiyasi bilan taassurotlarimni gapirsam, Demak, biz ham ulardan kam emasmiz, to'g'rimi? Masalan, ruhan, shuningdek o'sha jangovar tayyorgarligimiz ham demak hech qaysi davlatdan kam emas. Ulardan ko'pmiz, kuchimiz yo nimamiz, qudratimiz kam emasmiz. Shunga umid bo'ldim. Keyin musobaqa jarayonida yana bitta nimani his qildim. Ularda musobaqa masalan gavdalari to'la, bizdan ko'ra ulardagi veslar katta-katta. Masalan, biz ularning oldiga boryapmiz kichkinagina, lekin kichkina bo'lgan bilan, veslarimiz kichkina bo'lgan bilan ular bizda qandaydir ishonchsizlik nima qiladi. Sizlar shuncha toshni, masalan 155 kilolik toshni ko'tarish kerak edi.
u meni vesimni hisoblasam 2 ta degani. Uni ko'tara olasizlarmi deb bizga ishonchsizlik bildirgandi. Lekin biz ko'targandan keyin ular keyin qo'yil degandi. Hayratlanib nima qildi. Albatta yoshligimda mana shu o'zimizni va o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari kinoijodkorlari tomonidan suratga olingan jangari filmlarni ko'p ko'rardim. Haligi hayratlanarli filmlar edi-da. Yani o'zim borib ko'rdim, mana ular ham bizdaqa inson ekan, harbiylar ham hech qanday ulardan kam joyimiz yo'q. Musobaqa jarayonida 20 ga yaqin shartlarda birlashdik ular bilan. Shu shartlarni birlash jarayonida ulardan o'zbek armiyasining hech qanday qudrati, hech qanday ulardan kam emasligini isbotladik. Shu jarayonlarga o'zim guvoh bo'ldim shaxsan. Shu borganimizda bu yerda olgan ko'nikmalarimiz, keyin ustozlarimiz o'rgatgan narsalar hammasi qo'l keldi. Ular bu yoqda yurgan vaqtimizda ham, musobaqa jarayonida ham ulardan ham tajriba olib, fikrini ular bajargan nimalarni ko'rib, ulardan ham tajriba olib, o'zimizni tajribamizni yanada mustahkamlashga muvaffaq bo'ldik. Bizda ham ustozlar tayyorlagan. Endi ustozlarimizga ming rahmat deyman. Menda masalan shuncha nima bo'lgan, taassurot bo'lgan. Sherigimga boshqacha taassurot bo'lgan. Keyingisiga boshqacha. Ustoz shogird an'analari bizda ham harbiy qismlarda shu doim an'anasiga rioya qilamiz. O'zi umuman nima deb o'ylaysizlar? Vatanni himoya qilish uchun albatta mana shunday harbiy kiyimlarni kiyish shartmi? Yoki harbiy kiyimlarni kiymasdan turib ham vatanni himoya qilish mumkinmi? Mana shu fikrga qanday qaraysizlar? Vatanni himoya qilish uchun forma kiyish shart emas. Bu har bir O'zbekiston fuqarosi bu vatanni bir qarish shu tuproq, bir qarish nimasini ham himoya qilish u majburiyati, u o'zini his qilish kerak. U vatanni himoya qilish uchun masalan biz forma kiyganmiz. Forma kiyib shu harbiy hayotda yuribmiz. Lekin qishloqda ham, shaharda ham masalan chet elda borsa ham o'sha nimalar chet elga borib O'zbekiston degan paytda ham men O'zbekistonda tug'ilganman deb o'sha yerda ham gapirib yoki noqonuniy biror narsa bo'lsa ham O'zbekiston ichida bo'lsa ham o'sha nimalarni o'sha harbiy bo'lmasa ham o'sha himoya qilishga majbur deb o'ylayman. Bu hammani tomirida ota-bobolarimiz Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi bobolarimizni shu qonimizda oqqanligi sababli shunaqa his-tuyg'u hamma fuqaroda bor deb o'ylayman. Vatanni himoya qilish uchun albatta forma kiyish shart emas. Har bir kasbni o'zini mashaqqati, mehnati bor. Har bir kasbda o'zini ko'rsatsa bo'ladi. Misol, boshqa kasbda ishlab ham vatanni himoya qilib, vatanni sha'nini yuksaklarga ko'tarsa bo'ladi deb hisoblayman. Avvalambor shu narsa aytib o'tmoqchiman. Hurmatli oliy bosh qo'mondonimiz, o'sha muhtaram prezidentimiz tomonidan bugungi olib borayotgan siyosat o'sha harbiylar yo'nalishida, harbiy yo'nalishda qurolli kuchlarni rivojlantirish bo'yicha berayotgan ko'rsatmalari, amalga oshirayotgan ishlar, yaratib berayotgan sharoitlari bizani dunyoning rivojlangan armiyalari bilan teng bahslasha oladigan holatga olib kelmoqda. Mana oddiy misol, mana shu musobaqani ham natijasi bu o'sha olib borilgan islohotlar natijasi deb bilaman. Yaratilayotgan sharoit, berilayotgan mana ijtimoiy sohada deysizmi yoki o'sha harbiy xizmatchilar oila a'zolari uchun yaratilayotgan sharoit, harbiy xizmatchilar o'zi uchun yaratilayotgan sharoit, mana qurol aslaha, harbiy texnikalarimiz yangi zamonaviy harbiy texnikalar bilan ta'minlanayotganligi, maxsus kiyimlar desak ham bo'ladi. Shularni zamonaviy, hech qaysi bir o'sha zamonaviy armiyadan qolishmaydigan anjom aslahalar bilan ta'minlanayotganligi bu albatta bizani shu yutuqlarimizni bir natija berishiga bir asos deyishimiz mumkin. O'ylaymanki, o'sha kelajakda bu yo'nalishda o'sha olib borilayotgan qilinayotgan ishlarimiz hammasi yaxshilikka va yana ham O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tarish imkoniyati yaratadi. O'zbekiston harbiylarining xalqaro musobaqalardagi yutuqlari bu shunchaki g'alaba emas, bu bizning mudofaa tizimimizning jahon standartlariga to'liq javob berayotganidan, harbiylarimizning mahorati va fidoyiligidan dalolatdir. Bugun ular yurtga sharaf olib keldi. Biz esa ularning jasoratidan faxrlanamiz.